Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qon bosimi ko'tarilganda qanday birinchi yordam ko'rsatish kerakligini ko'rib o'tamiz. Dastavval biz biladigan bo'lsak, qon bosimi ko'tarilganda ikkita ko'rsatkichdan farqlanadi. Birinchi ko'rsatkich bu sistolik ko'rsatkich. Sistolik ko'rsatkich, ya'ni yurak qisqarganda qon tomirlaridagi bosimga sistolik ko'rsatkich deyiladi. Bu 120 ga normal holatda tengdir. Diastolik ko'rsatkich bu yurak kengayganda, ya'ni qon tomirlaridagi bosimga diastolik ko'rsatkich deyiladi. Bu normal holatda 80 ga teng. Bu holatlar organizmda yuqoriga ko'tarildi, ya'ni bu 120 dan yuqori ko'tarildimi, bu arterial gipertenziya belgilari yuzaga keladi. Birinchi navbatda oladigan bo'lsak, 85-90 oralig'ida yuzaga keldimi yoki 130 dan 140 gacha bo'lgan jarayon xavf zona hisoblanadi. Undan yuqori ko'tarilib ketdimi, ya'ni birinchi etap, ikkinchi etap, uchinchi etap. Bu holatlar darajalarni belgilaydi. Masalan, ko'radigan bo'lsak, 140 holat sistolik bosim yoki diastolik 90 bo'limi bu birinchi daraja hisoblanadi. Ikkinchi daraja sistolik bosim 150 ga teng, diastolik bosim 100. Bu ikkinchi daraja. Uchinchi darajani oladigan bo'lsak, bu organizmda, ya'ni sistolik holatda 160-170 holatda, diastolik esa 100-110 holatga tengdir. Bu holatda organizmda qanday jarayonlar kechadi va qanday yordam ko'rsatish, ya'ni gipertonik krizni oldini olish uchun nima qilish kerakligini ko'rib o'tamiz. O'zi qon bosim qanday holatda yuzaga keladi? Hammaga tanish, bu stress, asabiylik holatda qon bosimi organizmda ko'tariladi. Bunda adrenalin miqdori yuqori qon tomirida ko'payib ketadi. Buning evaziga esa, ya'ni qon bosimi ko'tariladi. Ikkinchi holatda esa organizmda, ya'ni O'zbekiston sharoitida tuzni ko'p iste'mol qilamiz va buyrakda, ya'ni suyuqlik ushlanib qoladi. Buning evaziga esa qon bosimi ko'tariladi. Uchinchi holat buyrak, tosh kasalliklar oladigan bo'lsak, bu holatda ham qon bosimi ko'tariladi. To'rtinchi holat bu semizlik, kam harakatlik va xolesterin miqdori ko'paydi, ya'ni semiz odamlarda ham qon bosimi ko'tarilish holatlarini ko'rishimiz mumkin. Endi bu holatlar klinik belgilar qanday yuzaga keladi? Ya'ni yurak normal holatda ishlayapti. Bosimini ishlagandan keyin bu organlarga bosim beradi. Buning evaziga esa qanday klinik belgilar yuzaga keladi? Buni ko'rib o'tamiz. Dastavval oladigan bo'lsak, miya qon tomirlarida bosim oshdimi, demak boshda bosh og'rig'i, bosh aylanish holati yuzaga keladi. Ayniqsa ensa sohasida ko'proq og'ir holatlarni ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi holatda ko'krak qafasini oladigan bo'lsak, ko'krak qafasida bosim yuqori, nafas qisiladi. Bu holatda ham yurak tez urish holatini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari esa, ya'ni ko'z atrofida ko'zning xiralash holatlarini yuzaga keltiradi va eng asosiysi quloqda shovqin holatini ham ko'rishimiz mumkin. Endi bu holatlar ba'zi bir insonlarda uchramasligi ham mumkindir. Endi navbat organizmda birinchi yordam ko'rsatishni ko'rib o'tamiz. Normal holatda sistolik bosim 120 edi, diastolik 80 edi. Qon bosim, ya'ni 150 lik sistolik bosim, diastolik esa 100 ga ko'tarildi. Bu holatda organizmga qanday birinchi yordam ko'rsatish kerak bo'ladi? Endi ko'radigan bo'lsak, qon bosimi, ya'ni stress holatda qon bosimi ko'tarildi. Bu holatda biz birinchi navbatda bemorni uyga kirgizamiz. Agar tashqarida bo'lsa, uyda bo'ladigan bo'lsa, uni yotqizmaymiz. Yotqizsak, bemorda qon bosimi yana ko'tarilib ketishi mumkin. Yarim o'tirgan holatda o'tirg'izamiz va tinchlantirishni so'raymiz. Ob-havoni tozalaymiz, ya'ni shamollatamiz. Undan tashqari esa, ya'ni siqadigan kiyimlar bo'lsa, tugmalarni yechamiz va tinchlantirishni so'raymiz. Va undan tashqari qanday birinchi dori vositalar haqida ko'rib o'tamiz. Endi dastavval kaptopril hammamizga tanish bo'lgan dori vosita qon bosimini, ya'ni 15 minutdan yarim soatgacha tushiradi. Bu, ya'ni 150 dan 100 holatda yarimta tabletka yoki bitta tabletka ichish tavsiya qilinadi. Bu qon bosimini 15 minutdan yarim soatgacha tushiradi. Ta'sir doimligi esa 3-4 soatga yetadi. Keyingi dori vositamiz bu nifedipin.
nifedipin tabletkasi 5-10 milligramdan chiqadi. Qon bosimi ko'tarilganda ichiladi. Bu gipertonik kriz oldini olish uchun, ya'ni 160, 170 va 100 va 110 holatda ichish tavsiya qilinadi. Kimlarga mumkin emas nifedipin tabletkasi? Asosan homilador ayollarga va bundan tashqari keksa, masalan 70-80 yoshdagi keksa odamlarga mumkin emas. Endi 3-dori olsangiz, bu fiziotens tabletkasi. Bu ham 5-10 milligramdan chiqadi. Qon bosimi gipertonik krizni oldini olish uchun, ya'ni 150-170 holatda ichish tavsiya qilinadi. Bu dori vositalar organizmga ichilgandan so'ng birdaniga tushirish tavsiya qilinmaydi. Ya'ni bitta tabletkani ichdingizmi, qon bosimi o'lchagan holatda ichish tavsiya qilinadi. Har 15 yarim soatda qon bosimi o'lchanadi. Endi keyingi navbat bu sekin ta'sir qilish dori vositalar guruhi. Enam, ya'ni enapril. Bu 5 milligram, 10 milligramda chiqadi. Bu dori vositasi asosan yarim soat, 1 soat ta'sir davomligi, ya'ni ta'sir qiladi. Ta'sir davomligi esa 6-7 soatga tengdir. Bu ta'sir davomliligi yuqori bo'lib, asosan, ya'ni doimiy ichib yuruvchi dori vositalar guruhiga kiradi. Keyingi tabletkamiz bu amlodipin tabletkasi. Asosan bu doimiy ichib yuruvchi dori vositalar guruhiga kiradi. Qon bosimi ko'tarilganda ichish tavsiya qilinadi. Ya'ni bu dori vositalar hammasi doimiy ichib yurgan dori vositalar kardiolog hamda terapevt bilan maslahat holda ichiladi. Endi qon bosimi ko'tarilganda nimalar ichish mumkin emas? Bular birinchisi o'rlamak, kofe ichish mumkin emas. Tarkibida kofein bor. Qon bosimini yana ko'taraveradi. Tuzli suv ichadigan bo'lsa, qon bosimi yana yuqoriga ko'tarilishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari esa kiygut choylarni ham ichish mumkin emas. Endi bugun sizlarga qon bosimi ko'tarilganda qanday dori vositalar qo'llash va birinchi tibbiy yordam ko'rsatish haqida aytib o'tdim. Bu video sizlar uchun manfaatli bo'ldi deb umid qilaman.